Bu videodan keyin GM sizlarni sog' qo'ysa bo'ldi, aka. Endi Oddiy narsaga meni sudga berib yuborishdi, chunki men bu qari nimani hisobiga unaqa katta bergan, tushunmayman. Okey, bitta narsani tan olish kerak. Bizda hozir ko'p xalq taksi orqasidan tirikchilik qilyapti. Tan olamiz, Yandexga ko'plar o'tirgan. My Taxi, Yandex o'shaning uchun premiumda, biznesda nisbatan komfortliga nisbatan ko'proq pul topsa bo'lyapti. Shunaqa. Premiumga mos keladigan 20 minggacha bo'lgan mashina ko'rsating bizga. Wuling Starlight modelimiz, okey. Aha. Hozir 1-maygacha 19 ming AQSh dollar qilib qo'ydim narxini. 2 yil kafolat, 2 yil servis xizmatlari bilan. Yandexga premiumgami, biznesgami bemalol o'tyapti, yurayotganlar bor. Xudo xolasa uni ulatib ham beramiz. Bu mashinani qachondan beri sotyapsiz? 1,5 yil bo'ldi sotayotganimiz. Xo'p, nechta sotdingiz? 100 tadan oshiq sotdik. Kelayotgan muammolar, nima muammo bilan kelyapti buni olgan odamlar? Urib olib, mana bu katta повреждение kuzovida ham misol uchun tom-pomligi nima bo'lib ketib, Zavodskoy brak bilan kelyaptimi, yo'qmi? Hali biror marta bitta mashina kelmadi. Men bu mashinani reklamasini deyarli ko'rmadim. Sizlar ko'rgan bo'lsanglar, anaqa qilinglar. Nimani hisobiga bunaqa 100 tadan oshib sotdingiz? В основном buni o'sha olgan odam, qo'shnisi, mahalla ko'y, oshna og'ayni, qarindosh urug' buni mashinaga ichirib o'tirdi, yurib ko'rgan. Shuni Yandexda bunga chiqib qolishgan mashinaga, nima mashinani so'rashgan, shunaqa odamlar. Короче, sarafanniy radio mashina yaxshi bo'lganini hisobiga bunga o'rtoqlariga tavsiya qilib mashina olingan. Batareykasi necha kilovatt, zapas xodi qancha? Batareykasi 60 kilovatt, zapas xodi 510. Qishda xudo xolasa 400 tadan kam yurmayapti, okey? Qishda. Qishda. Qishda 400 tadan kam yurmayapti. Tezlikni shkalasi Malibu Premier bilan o'lchanadi. Tan olasizmi shu gapingizni? To'g'ri, Malibudan tezmi deydi? Siz BG'dan tezmi demaydi? Malibudan tezmi deydi? Shunaqa. Qanaqa bu? Malibudan tezmi? Malibudan xudo xolasa ancha tez, qo'zg'alishlari ham, yurish-turishi ham, lekin okey, mashina puliga konkurenti yo'q xudo xolasa. Ko'chada paydo bo'lib qopti. Mashinani ko'rdim, bir nechtasini. Menga orqasi ancha yoqdi bu mashinani. Kadrlarda mana ketyapti orqalari, bundoq faralari ko'ryapsizlar. Yaxshi. Mashinaning dizayniga gap yo'q. Qanaqa bo'lmagan, hech qachon bunaqa sotmaganmiz. Eng kami 21,5 ming sotganmiz mashinamizni. Hozir bo'lsa nima bo'lsin deb 19 mingga tushirib qo'ydik, okey? Bu hozir bundan nechta olib kelib qo'ygansiz? Bundan hozir siklatimizda bir 50 tacha bor, okey? Hop 50 ta ketgandan keyin bo'ldimi, tugaydimi? Yo'q, yana olib kelasiz, okey? Kelyapti o'zi yo'lda. Yo'lda kelyapti. Xudo xolasa to'xtatmaymiz. Servislarni ochib qo'ydik, ofitsial dilerlarga topshirib qo'ydik. Qanaqasiga biz okey bu mashinalardan voz kechishimiz mumkin. Okey, mana shu mashinaga Xitoydan kelayotgan Malibu XL bor-ku. Ancha-muncha zapchaslari ходовой частida birga bir tushadi. Captiva 5 ham chiqqan. Bilgan bo'lsangiz, yangi Captiva 5. O'shani zapchasi почти birga bir 90% bir-biriga o'xshaydi. Mana spoti okey. Kalitini ko'ring. Birga bir pultlari. Ko'rsatamiz. Captiva 5 ni biladiganlar, kaliti shunaqa bo'lsa tasdiqlab qo'yasiz. Bu Wuling Xitoydagi GM, okey? Именно Wulingda yana biza bilgan GM qaysi mashinalar ishlab chiqariladi? Captiva 5 ishlab chiqarilgan. Почти GM liniyasida bor mashinalar hammasi bir paytda ishlab chiqarilgan bu zavodda, lekin o'sha liniyalar yopilib, eskirganda tugatib, masalan, Damas 2004-2005 da tugagan. GM ko'plab mashinalari bu zavodda Xitoyda ishlab chiqariladi. Qarang, XL, Captiva, Captiva 5, Tracker Premier ham chiqqan bundan, Monza ham chiqqan bundan. Monza, Shangchi Tongyong degan o'sha Xitoy GM mashinadan chiqqan hammasi. Wuling ham o'sha GM oilasiga kiradi. Nimani hisobiga mashinani ustiga bunaqa kam foyda qo'yib sotyapsizlar? Zavoddan dividend olamiz, okey? Ofitsial diler bo'lganimiz uchun biz zavod narxini sotaveramiz. Zavod bizga o'zlari dividend beradi. Chiqarib berishadi. Sizlar bu yerda bor narxda sotaverasiz. Shunaqa. Men bitta narsaga ahamiyat berdim-da, okey, BYDlarni ham bor-ku, hech qayerda ko'rmagan modellarimni ko'ryapman. Mana Mamba, keyin ko'rsatdinglar. Oti nima edi buni? BYD Seal 06, okey? Seal 06. Bu gibridmi, elektrmi? Yangi pokoleniya gibrid, okey? Bu hech qayerda yo'q sizdan boshqa. Hech qayerda yo'q hozircha. Obunachilar, akamga podpisatsiya tashlab qo'yinglar. Rostdan ham hech qayerda yo'q mashinalarni birinchi bo'lib olib kiradi. Mana men mashinani ham shu yerdan boshqa hech qayerda ko'rmasliginglar mumkin. Chinelli ham biz olib kirdik. 2000 nimada? 2100 kilometr yuradi, polni bakda. Agarda gaz qo'ysangiz 4000 kilometr yurar ekan. BYD Sea-Line 07 ni ham birinchi biz olib kirganmiz. Hozir yo'lda xudo xolasa Leopard 3larimiz kelyapti, Leopard 5, 8larni ham xudo xolasa katta ob'yomda birinchilardan olib kirib kelamiz. Ana toqqa chiqayotgan mashinalar o'sha Leopardmi? Leopard. Demak, birinchi bo'lib sizlarda bo'ladi. Leopard 3lari birinchi bo'lib bizda. 8lar уже bizga kirgan-u, lekin Leopard 3i birinchi bizda bo'ladi. U ham hamyonbop, ham katta mashina, yengillik, narxlari ham juda ham shikolat qilib beramiz. Taxminan necha pul atrofida? 23-24 ming atrofida bo'ladi.